xohlagan joyidan olishingiz mumkin. Xohlagan masalan sizga masalan Termizdan deysizmi? Masalan Denovdan Sarasudan deysizmi? Shunaqa holatga agar borasiz, shu bilan kelishasiz, shartnoma olib kelasiz. Shartnoma asosida bizlar ajratib beramiz. Boshlang'ich to'lov masalan uyni narxini masalan 300 millionga kelishsangiz 15%, 15%. Shu uyni narxidan kelib chiqqan xulosa 15% boshlang'ich shakllantiriladi. Subsidiyangiz bo'lsa 5% shakllantiriladi. Davlat hisobidan ajratiladi. Holatga ajratish. Ta'lim krediti mana hammani o'qish boshlanadi. Ta'lim kredit zavuchliga hozircha boshqa nimalarimiz bo'yicha beriladi. Ta'lim kredit ayollarga oshni o'qisa agar ayollarga befoiz beriladi. Befoiz. Shartnoma olib kelinadi o'qish joyida. Shartnomaga asosida o'tkazib beramiz. Foizi masalan o'qish muddati tugagandan keyin 7-oydan boshlab qaytarish sharti bilan beriladi. Ishga kiradi. O'qishni bitirgandan keyin 6 oy yana o'rtaga imtiyozi bor. Ungacha masalan o'g'il bola bo'lsa ota-onasi foizini to'lab turadi. Ayollarga